Assalomu alaykum. Mana va'da qilinganiday biz Yevropada yashayotgan inson huquqlari faollari, muxolifat vakillari Bonn shahrida Birlashgan Millatlar tashkiloti binosida qarshisidamiz. Diktator Mirziyoyevning oilaviy amirligiga qarshi, uning Putin qulligiga qarshi, Xitoyga O'zbekistonni bor yo'g'ini sotib yuborayotganligi, qarz olgan qarzlari evaziga yerlarni berib yuborayotganligiga qarshi, qolaversa Andijon qirg'inini mana bu yil necha yilligi aka? 20 yilligi. 20 yildan buyon haligacha jinoyatchilar jazolangan emas. Vaholanki qonunchilikda jinoyat jazosiz qolmasligi kerak. Endi ba'zi birlar aytishi mumkin, Mirziyoyev bugungi o'sha 7-8 yildan beri prezident sifatida yurganda qilgan jinoyatlari uchun javob berib olsin oldin. Masalan, gazni Putinga in'om qilib yuborganini, xalqni qurolsiz qirayotganini, bolalarni haligi soxta qarindoshlari soxta nima deydi, sifatsiz dorilarni olib kelib o'ldirdi. Mana bu yerda gaz portladi vodiyda. Lekin birorta odam jazolanmadi, papajash bo'lib ketdi. Lekin bu yerda 50 ta odam o'ldi, 50 ta odam o'ldi, 60 ta odam o'ldi deydi. U yerda ko'p odam qurbon bo'lgan, lekin hammasini yashiradi. Yoki bo'lmasam hozir gaz chiqib odamlar boshqa mamlakatlarda masalan gaz yo'q. Bizda Alloh berib turibdi tabiiy gaz. Bu uquvsiz milliardlab qarz oladi. Oilaviy amirligi kalamushda kemiradi. Lekin o'sha xalqaro tashkilot banklardan, Jahon bankidan, xalqaro banklardan olgan kreditlarim birortasi maqsadli sarflanmaydi, ishlab chiqarishga sarflanmaydi, kalamushda kemirishga sarflanadi. Bitta Alloh in'om qilgan gazni saranjom qilib ololgani yo'q. Paxtachilikda biz bilamiz qanaqa qilib nima deydi, boykotni bekor qildi, ko'zbo'yamachilik qilib. Aslida boykot bekor bo'lmasligi kerak edi O'zbekiston paxtasiga. Chunki nima desam bo'ladi? Boshqa formaga o'tgan edi majburiy mehnat. Bolalar majburiy mehnatini Mirziyoyev yo'q qildi deb iddao qilmang. Majburiy mehnat bilan men shug'ullanganman. 2012 yilda Jahon banki bilan shartnoma tuzgani uchun Mirziyoyev Islom Karimov 2012 yilda o'sha qarz berayotganda Jahon banki sharti bor edi, bolalar mehnatini to'xtatasan deb. Shuning uchun Mirziyoyev emas, bosh vazir edi u paytlar. Islom Karimov boshlab bergan edi. 13-yillarga kelib, 14-yillarga kelib o'zi bolalar mehnatiga chek qo'yilgan edi. Katta byudjet tashkilotlariga urg'u berilgan edi. Buni izchil Mirziyoyev davom ettirdi, faqatgina boshqa formasiga o'tdi. Qanaqa formasiga o'tdi majburiy mehnatda? Odamlarni endi o'z ixtiyorim bilan paxtaga pul ishlashga chiqayapman deb tilxat yozishga majburlandi. Ana shunaqa qilib tilxat yozib berib paxtaga chiqmaganlarga bola puli berilmadi, ishdan haydaldi va tahqirlanib oyoq osti qilindi xalq. Umuman olganda O'zbekistonda xalq ongli ravishda qashshoqlikka mahkum etildi. Moliyaviy bosim, xorijdan olingan milliardlab kreditlarni Mirziyoyev amirligi bilan yeb yutdi, lekin uni to'lash kerak-ki bugungi kunda. Qanday to'laydi? Shuning uchun xalqni kredit olasan deb, katta foiz evaziga kredit olasan deb majburladi. Mana endi nima deydi, kalavash aylanganda oylar o'tib yotdi. Odamlar kreditni to'la olmaydi. Huquqiy savodi bo'lmagani uchun foizni katta kreditga olgan. Nimaga? Chunki nima uchun katta foiz bergan? Hech bir dunyoda katta foizli kredit yo'q. Chunki xorijdan olingan kreditlarni yopish kerak edi. Mana shuning uchun ham. Xullas, mana shularning barchasiga qarshi biz Mirziyoyevning prezidentlikka nomunosibligini, prezidentlikdan ket, sig'ingni borida esingni borida etagingni yig' deyish uchun ham biz xalqaro jamiyatga Mirziyoyevning haqiqiy qiyofasini ko'rsatib qo'yish uchun biz shu yerda hozir nozirmiz. Afsuski, mana hali gapim chala qoldi. Aytishingiz mumkin, Mirziyoyev bugungi jinoyatlari uchun javob bersin prezidentligidagi. Chunki u paytda Karimov nima edi? Prezident edi, Andijon qirg'inida demang. Mirziyoyev
14 yil Karimov davrida ikkinchi odam bo'lgan mamlakatda. Tushunyapsizmi? Ikkinchi odam bo'lgan va bevosita Andijon qirg'inida ham ishtirok etgan. Masalan, meni afsus qilayotgan narsam shuki, 20 yil bo'ldi Andijon qirg'ini fojiasi tufayli Yevropaga g'arbga qochib kelgan jabrdiydalarni. Mana bugungi kunda Muhammad Amin aka e'lon qildilar, kelinglar bugun haq-huquqlaringizni talab qilinglar dedi. Lekin bu yerda birorta Andijon qirg'inining jabrdiydalari kelmadi. Nimaga kelmaganligini men keyingi ko'rsatuvlarimda bafruja davom ettiraman. Qanaqa bu yerga chiqqanlarga bosim bo'lganliklarini so'zlab beraman. Qanaqangi moliyaviy bosim bo'ldi, kimlarni uyiga keldi, xavfsizlik xizmati, terrorizm, kimlarni mahallalar bilan borib ammo majburiy ijro bilan aldab pulini olishga urindi. Bularni hammasini ovozli xabar qilib, keyingi ko'rsatuvlarda men davom ettiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.